Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim. Sog' salomatmisizlar? Farg'ona shahar asli uy-joy savdo Sergap Azizbek va uning jamoasi sizlarga chiroyli, fayzli xonadonlarda obzorini ko'rsatishda davom etamiz. Bugungi manzilimiz Farg'ona shaharida yuragida. Bu tomondan shundoq to'g'ri chiqadigan bo'lsangiz, o'na Taksi Park ko'chasi, Taksi Park oldidagi metan zapravkani hamma yaxshi biladi. Shuni ko'chasidan to'g'ri mana kirib kelasiz. Chap qo'l tomonimizda kottejlar qurilyapti. Bu tomondan chiqadigan bo'lsangiz, chap qo'lga Vaiga, o'ng qo'lga Istiqlol stadioniga. Shu yerdagi o'ng qo'ldagi mahallaning ichida, o'sha borinkana bir 50 metr ichkarida 10 sotixli do'stlar, chiroyli bitta fayzli hovli uyimiz sotuvga chiqyapti. Shuni obzorini qilgani Sergap Azizbek yetib keldi. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimiz oldiga boramiz. Chiroyli obzorni davom ettiramiz. Xo'p do'stlar, bu hududda gaz, suv, svet, kanalizatsiya, Wi-Fi tizimidan umuman muammo yo'q. Tinch hududda joylashgan. Bu uyimizga 3 ta 4 ta tomondan ham kirsangiz bo'ladi. Hozir biz Metanni ko'chasidan kirib kelyapmiz. To'g'ri, shotdan shunday uni chap qo'ldagi xonadon do'stlar. U tomondan aytib o'tgandek Vaiga, Istiqlolga chiqib ketsangiz bo'ladi. Shu ko'chani o'zidan to'g'ri chiqadigan bo'lsangiz, Matalkani ko'chasiga chiqasiz, Davr klinikani oldiga olib chiqadi. Snos yo'q. Kadastr hujjatlarini notariusga tayyor. Maktablar, bog'chalar, magazin, apteka, poliklinikalar yaqin joyda joylashgan do'stlar. Hududni ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. Tinch hududda joylashgan. Eng asosiysi havosi do'stlar, toza havo. Xo'p, bu tomondan yurib olamiz, bu tomonga o'tib olamiz. Videoni uzmaslikka harakat qilyapman, sababi adashib qolmasliklaring uchun. Mana do'stlar, mana ko'chadan chiqadigan bo'lsangiz, Davr klinikani oldidan chiqasiz. Bu tomoni endi mana uyimizni tashqi fasad qismi. Anchadan beri hech kim yashamayapti ekan do'stlar, lekin uyimiz juda ham ajoyib holatda. Xo'p, chetliklar bilan birgalikda uyning ichiga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim deb kirganimizda kattagina, kengina hovli uyimiz kutib turibdi. Asosiy uyimiz to'g'ridagi uy do'stlar. Eni 20, uzuni 50 metr do'stlar. Uzun tokilar qilingan, chap qo'l tomonimizda ham огородimiz bor, o'ng qo'l tomonda ham огородlar bor. Yerlarimiz stayashka bilan qoplangan. Undan tashqari bu uyda chorvachilik bilan shug'ullansangiz ham bo'ladi. Kengina uyimiz oldida navesimiz bor do'stlar, ko'rishingiz mumkin va asosiy uyga kirib ketsangiz bo'ladi. Va bu tomonga mana bunaqangi yozgi beshetka qilib qo'yishgan ekan. Bu endi darvozaxona tomon qismi. Aytib o'tganimdek, kommunikatsiyani o'ylamasdan yashaydigan mahalla, sababi bu mahallada gazi, suvi, svetidan umuman muammo bo'lmaydi. Hududni 100% ko'rsatib, hovlini 100% ko'rsataylik, keyin uylarning ichiga kiramiz do'stlar. Qarang, hovlimizni orqa tomoniga mana bunaqangi yo'l orqali do'stlar o'tsangiz bo'ladi, sababi bu tomonda molxonaga joyimiz bor. Xo'p, chapga burilganimizda qarang, chap qo'l tomonda bu xona yemxona deb aytishdi. Uni oldida do'stlar, bitta mana bunaqangi joy qilib qo'yishgan. Bu endi molxona uchun. Bu hovlimizning orqa tomondagi qismi. Endi aytib o'tgandek, bu tomonda ham darvoza bor. Buni ham sizga ko'rsataylik, sababi bu darvoza qayerga olib chiqadi degan insonlarga bu tomondagi darvozani ham o'zingizga moslab oladigan bo'lsangiz, do'stlar, xohlasangiz bu tomondan darvoza ochib qo'ysangiz bo'ladi. Keling operator. Xo'p, qarang, Istiqlol stadionining shundoq ona oldiga chiqdik, do'stlar. Uyimiz oldi tomonda, bu tomonda magazin ham bor ekan. Novostroyka domlarni hamma yaxshi biladi. Istiqlol stadionining oldiga qurilgan domlar. Xo'p, holati zo'r. Menga misol uchun hudud yoqdi do'stlar, sizlarga ham yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Bu tomonda endi bolalar o'yingohlari, mashinaga parkovkaga joy bor. Siz bemalol bu tomondan ham kirib chiqsangiz bo'ladi. Xo'p, yuring operator, bu tomonda bitta ko'rsataylik, hurmatli operatorlar, o'sha obunachilarimizga keyin bu tomondagi videolarni ham ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p do'stlar, ketdik. Bu tomondan chiqadigan bo'lsangiz darvozadan do'stlar, mana Istiqlol stadioni. Shundoqqina ro'parasidan chiqasiz. Katta kaltivoy yo'l do'stlar. Xohlasangiz u tomondan Taksi Park tomonidan kirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Istiqlol stadioni tomonidan ham kirsangiz bo'ladi. Bu tomondagi hududga ham bitta o'zlaringiz baho berib qo'yinglar. Operatorim aylantirib sizlarga ko'rsatishga harakat qilyapman do'stlar. Agar sizga Farg'ona shaharining ichidan shunaqangi hovli zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Endi sizlar bilan birgalikda uyning ichiga kirib, xonalarini, planirovkalarini birgalikda ko'zdan kechiramiz do'stlar. Xo'p do'stlar, biz qaytib hovliga kirib oldik. Endi sizlarga asosiy uy xonalarni birgalikda ko'zdan kechiramiz. Planirovkasi menga to'g'risini aytsam juda ham yoqdi, juda ham ajoyib holatda. Keling operator, shoshilmasdan xonalarni bir boshdan ko'zdan kechiramiz. Operatorim bu tomonga yuradi, men bu tomonga yuraman. Mana uni qarang do'stlar, e'tibor bering, u koridorga juda ham uzun, juda ham keng. Uy egalari aytishi bo'yicha, adashmasam agar 16 metr deb aytishdi, endi 3 metr dedi. Ko'rishingiz mumkin, taylari 100% taxtapol bo'lgan. Xomg'ishda qurilgan, lekin do'stlar, uyimiz juda ham puxta, mustahkam tarzda qilingan. Uyimizni ko'rib o'zlaringiz baho beringlar. 1 dan 5 gacha son bo'yicha uyni baholab qo'yishingiz chiqmasin. Keling operator, bu tomondan boshlaymiz. Xo'p, uyimizning eng shirin joylaridan bittasi oshxona qismi, lekin noto'g'ri tushunmaysizlar, anchadan beri hech kim yashamagan ekan bu uyda. Hop, holatini ko'rishingiz mumkin. Shu ko'rib turgan hamma jihozlaringiz qolar ekan do'stlar. Bu oshxona jihozlari bor ekan, gaz plitalar bor ekan, televizor bor ekan. Xullas kalom, zo'r. Faqat oladigan odam bitta o'ziga kosmetika remont qilib qo'ysa, ajoyib holatga keladi. Bu tomonda bitta hojatxonasi bor. Xohlasangiz bu tomonda mana unitazligi bor, xohlasangiz millicha qilib
hojatxona qilib qo'yishgan. Uni oldida do'stlar sanuzeli bor. Sanuzeli bitmagan ekan, shuni ham bitkizib qo'yishsa ajoyib holatga keladi. Shuni oldida kattalar yotoqxonasi bor. Buni ham hozir sizga chiroyli qilib ko'rsataman. Mana o'sha kattalar yotoqxonasi, ko'rib turgan mebellaringiz ham hammasi qolar ekan do'stlar. Uyimiz isitish tizimiga ega atapleniyasi bor ekan. Xo'p, ko'ringlar, kelinglar, gaplashinglar, uy egasi bilan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol xarid qila olasizlar. Faqatgina ushbu xonadonda asl uy-joy savdo YouTube kanali orqali ko'rib kelyapmiz deb qo'ysalaring, uy egasiga biz juda ham xursand bo'lamiz. Sababi do'stlar, bizni shunda mehnatimizni qadrlab qo'ygan bo'lasizlar. Xo'p, bu yerdan ichkariga kirganimizda yana bitta xona bor, ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz siz buni oilaviy zona qilib qo'yishingiz bo'ladi. Sababi bemalol shu yerga yumshoq mebellarni qo'yib turib, bu tomonga televizorni o'rnatib qo'yib, bemalol maza qilib oila davrasida o'tirsa bo'ladigan joy. Va ichkarida o'zini bolalar xonasi bor. Mana o'sha bolalar xonasini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Endi anchadan beri hech kim yashamayotganligi uchun remonti shu holatda. Ketdik. Keyingi oxirgi xonamiz qoldi. Oxirgi xonamiz bu mehmonxona qismi. Mehmonxona qismimiz shu bitmagan ekan, lekin aboyga tayyor deb aytishyapti uy egalari. Buni ham ko'rishingiz mumkin, shu joyda joylashgan. Mana ko'rsatadi operatorim sizga chiroyli qilib. Buni ham o'zingizga chiroyli qilib moshlaydigan bo'lsangiz, bu ham do'stlar bitta kattagina mehmonxona bo'ladi. Manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar do'stlar, taksi park ko'chasi bor, metan zapravka bor. Shuni oldin to'g'ri ichkariga kirib turib, shundoqqina o'ngga burilganingizda, shu yerda do'stlar 10 sotixli do'stlar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5 ta xonasi bor. Ushbu fayzli xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Gaz, suv, svet kanalizatsiyasidan umuman muammo yo'q. Narxi 90 ming dollar baho so'ralyapti. Bu tomondagi, orqa tomondagi darvozaga o'tadigan bo'lsak, Istiqlol stadioniga shundoqqina chiqib ketsangiz bo'ladi. Xullas kalom, uyimizga bitta, ikkita, uchta, to'rtta tomondan ham bemalol kirsa bo'ladi. Davr klinikasiga chiqib ketsangiz bo'ladi. Istiqlolga, taksi parki yoki o'sha Vaydi chorrahasiga chiqsangiz bo'ladi. Narxi 90 ming dollar baho aytilyapti. Kelishiladigan joy bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana ekranda do'stlar uy egalari telefon raqamlari turibdi. Bemalol bog'lanib, gaplashib, faqatgina asl uy-joy savdodan ko'rib kelyapmiz desalaring, bo'lgani hurmatli obunachilarim. E'lonlar uchun nomerlarimiz 91 bilan 327 1800 va 90li 535 1900 va 90li 533 92 11 24 soat davomida sizlarning xizmatlaringda Sergap Azbiy va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi videogacha xayr, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.